Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston Respublikasida bugun tongda ayanchli zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida zilzila sodir bo'ldi. Andijon viloyatida 2 ball 499 km. Namangan viloyatida 2 ball 506 km, Surxondaryo viloyatida 2-3 ball 297 km, Farg'ona viloyatida 2 ball 441 km, Jizzax viloyatida 2 ball 460 km, Samarqand viloyatida 2 ball 465 km, Sirdaryo viloyatida 2 ball 465 km, Qashqadaryo viloyatida 2 ball 488 km, Toshkent viloyatida 2 ball 532 km, Toshkent shahrida 2 ball 537 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 537 km janubiy sharqda, vaqti esa 07:54 da 2026 yil 18 aprelda sodir bo'ldi deyiladi xabarda.